Qadrli obunachilar, bu arzon YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Xudo xolisa, bugun sizlarga eng arzon bo'lgan bir kishilik karavotlar haqida ma'lumot berib o'taman o'rtoqlar. Narxlari, razmerlari xudo xolisa sizlarni juda ham hayron qoldiradi. Videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin o'rtoqlar, sababi eng foydali, eng arzon narxlarni sizlarga reklama qilishda davom etamiz. Xullas, hozirgi karavotimiz narxlari bor yo'g'i 585 ming so'm ham demaymiz o'rtoqlar. Sizlar uchun faqat YouTube kanalimizga obuna bo'lganlar uchun narxini bor yo'g'i 565 ming so'mdan qilib beramiz o'rtoqlar. Mana 565 ming so'm. Hozir sizlarga chiqib ham ko'rsam o'rtoqlar, mana bemalol sakrasizlar ham hech narsa qilmaydi. Xullas, ham yoqda sandiqlari bor o'rtoqlar, mana sandiqlari. Ichiga bitta baho berasizlar. Nastiklari MDF dan yasalgan, qovurg'alari MDF dan yasalgan o'rtoqlar. Bemalol 200 kilodan oshiq odamni ham ko'taraveradi. Xolislar 2-3 kishi bo'lib turib chiqib, xudo xolisa foydalansanglar ham bo'ladi. Razmerlariga keladigan bo'lsak, uzunligi 2.10, endi 90 ekan o'rtoqlar. Xullas, hozir sizlarga boshqacha karavotlarni ham ko'rsatib o'taman. O'rtoqlar, hozir sizlarga juda ham qalin bo'lgan karavotlarni sizlarga ko'rsatib o'taman o'rtoqlar. Bularning ham narxlari juda ham arzon. Mana buni ko'radigan bo'lsak, bu nechiligidagi? To'rlik bu. To'rlik paralon, yaqinroqdan olib kelib ko'rsa. Mana to'rlik paralon o'rtoqlar. Bular mana busi 6lik paralon o'rtoqlar, ko'ryapsizlar. Qalinligini. Bularni narxlari o'zi 750 ming 800 ming atrofida sotiladi. Hozirda chegirmada faqatgina sizlar uchun obuna bo'lgan obunachilarimiz uchun o'rtoqlar narxlarini bor yo'g'i 680 ming so'mdan qilib berishar ekan. Mana razmerlariga keladigan bo'lsak, razmerlari pastlarda mana ushlab turadigan mexanizmlar ham bor. Ko'ryapsizlar. Ichlariga ham alohida to'g'ri beramiz, sandiqli. Xudo xolisa narxlari 680 ming so'mdan o'rtoqlar. Mana ko'ryapsizlar, juda ham yumshoq. Qo'lim kirib ketyapti ichiga o'rtoqlar. Ayniqsa bular yosh kattaroq odamlarga ham foyda beradi. Chunki sababi buni ustida ko'rpacha to'shamasdan ham yotsanglar ham bo'ladi o'rtoqlar, yumshoqligidan mana. Xullas, razmerlari uzunligi 2.10 ekan, eniga 90. Narxlari bor yo'g'i 680 ming so'mdan. 3 eshikli, juda ham ixcham bo'lgan, razmerlari ham juda ham ixcham bo'lgan, shkaf so'ragan mijozlarimizga ham juda ham arzon narxlarda bunaqa narx bo'lmagan o'rtoqlar. Bor yo'g'i 90 dollarga mana shu shkaflarimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Dizaynlarga ham alohida e'tibor beramiz. Ko'ryapsizlar, bu tomonlarda juda ham chiroyli bo'lgan dizayn berilgan. Undan tashqari mana bu yoqda eshiklari bor ekan. Eshiklarida bemalol kiyim taqilaveradigan vishilka qatori, tepalariga bosh kiyim qo'yib yursanglar bo'ladi. Pastlariga ham misol uchun kiyim kechak taqilib yursanglar bo'lar ekan o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar. Juda ham keng qilib ishlangan ekan, tortmalari ham. Ikkita farzandinglar bo'lsa ham, xudo xolisa bitta shkaf olsanglar, o'shani o'zi ham yetib qoladi, xudo xolisa. Ko'ryapsizlar, bu yoqlarida mana polkalari berilgan. Razmerlari balandligi 2 metr, eniga 1.20 ekan, chuqurligi 45 sm o'rtoqlar, mana 45 sm. Farzandinglarni bemalol qishki kiyimini, yozgi kiyimini taqlaversalar bo'ladi. Eshiklari mana o'zini tortib oladigan mexanizmlari bor, ya'ni vakuumli. Har bitta eshigi misol uchun shovqin ko'tarmaydi. Bemalol uylarda farzandinglar bo'lsa, kiyiminglarni olib turib shunda yutarib olsanglar ham o'zi tortib oladigan variant. Narxlari bor yo'q 90 dollar faqatgina obuna bo'lgan obunachilarimiz uchun. Qadrli obunachilar, bir kishilik 2 eshikli shkaf so'ragan mijozlarimizga ham mana ajoyib turdagi shkaflarimiz bor. Bu bir xona, 1.5 xona, 2 xonali uyda yashaydiganlar uchun asqotadigan narsa o'rtoqlar. Razmerlari eni 80 sm ekan, balandligi 2 metr ekan, chuqurligi 45 sm o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar? Shunda ochasizlar. Bir tomoniga kiyim kechaginglarni taqlab yursanglar bo'ladi. Tepalariga bosh kiyimlarni, ham bu polka qatori, bu yoqqa ham kiyim kechaginglarni taqlab yuborasizlar o'rtoqlar. Pastlarida tortmalari bor, mana. Tortmalari ham juda ham keng, mazza qilib ishlasanglar bo'ladi o'rtoqlar. Narxlari bor yo'g'i 75 dollardan faqatgina sizlar uchun. Xullas o'rtoqlar, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib, aloqaga chiqib, arzon mebellarni birinchi qo'ldan xudo xolisa xarid qilsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bemalol xudo xolisa hozir 2025-yil 29-aprelga video o'rtoqlar, bu o'tgan yilgi 2022-23 emas, aynan hozirgi moment bemalol ushbu narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Eng arzon va haybat bo'lgan uголокlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz o'rtoqlar. Hozir biz Shohinur mebel sexidamiz. Xudo xolisa juda ham chiroyli bo'lgan mebelimizni sizlarga obzor qilib beramiz. Razmerlariga keladigan bo'lsak, bunaqasiga
4.10 ekan o'rtoqlar. Bunaqasiga 2.10 ekan. 6 ta yostiqlari bor. O'rtasida 2 ta sandiqlari bor. 3 ta pufiklari bor ekan o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar? Ortoped prujinadan qilingan mo'shi material. Ko'ryapsizlar, ikkita tomonlari, bu tomonlari ham juda ham chiroyli chiqibdi o'rtoqlar. Narxlari juda ham arzon. Qancha edi? Narxlari juda ham arzon o'rtoqlar. Birinchi qo'l sex narxi bo'lgani uchun bor yo'g'i 5,5 million so'mga mana shunday bahaybat uslubdagi, ajoyib turdagi uгологimizga xarid qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari o'rtoqlar juda ham arzon bo'lgan bir kishilik kravatlarni ham topsanglar bo'ladi, 2 kishilik kravatlarni topsanglar ham bo'ladi. Mana shu nomerlarga hozirroq qo'ng'iroq qilib zakaz beringlar o'rtoqlar. Istalgan turdagi uylarning razmerlariga qarab xohlasanglar zakazga uголок yasatsanglar ham bo'ladi. Xudo xolisa tayyorlari ham bor. Xullas, Shoxinur mebel sexida barchalarni kutib qolamiz.